Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Qorolbozor tuman aholi, xonadon va korxona va tashkilotlarini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, shuningdek 2025-yil, 26-yillar kuz-qish mavsumi tayyorgarlik ko'rish hamda mavsumni betalofat o'tkazish maqsadida Buxoro suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati Qorolbozor tuman filial tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Tumanda ichimlik suvi iste'molchilar soni 4700 ta bo'lib, shundan aholi iste'molchilar soni 4550 ta, ulgurji iste'molchilar soni 150 ta. Joriy yilda Qorolbozor tumanida 3 ta suv tarqatish inshooti foydalanishga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 12-avgustdagi Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki ishtirokida Buxoro viloyatining suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida Buxoro viloyatining suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish birinchi bosqich loyihasi amalga oshirilmoqda. Dastur doirasida Navbahor, Jarqoq va Bo'zachi suv tarqatish inshootlari rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari, 9 kilometr masofada ichimlik suv tarmoqlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Jumladan, shu vaqtgacha tashima yo'l bilan suv bilan ta'minlangan Toshquduq aholi punktiga qadar 7 kilometr quvur tortib, 52 ta xonadonda ichimlik suvi kirib bordi. Hozirgi kunda Bo'zachi, Navbahor, Jarqoq mahalla fuqarolar yig'inlaridagi 1,5 mingta xonadon va 8000 nafardan ortiq aholi, shuningdek ulgurji iste'molchilari uzluksiz toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki ishtirokida Buxoro viloyatining suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish birinchi faza loyihasi doirasida Qorolbozor tumanida kanalizatsiya tizimini rekonstruksiya qilish loyihasi amalga oshirilmoqda. Qorolbozor tuman kanalizatsiya tizimi doirasida shuni ta'kidlash joizki, mazkur ishlarning uzviy davomi sifatida aholini sifatli markazlashgan ichimlik suv hamda oqova xizmati bilan ta'minlash maqsadida Qorolbozor tumanida Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki ishtirokida ikkinchi faza 5,5 million dollarlik Qorolbozor tuman kanalizatsiya tizimlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish loyihasi amalga oshiryapmiz. Mazkur loyiha to'liq amalga oshganidan so'ng aholining markazlashgan oqova suv xizmatlari ko'rsatkichi 100% ga yetadi. Joriy yilda filial tomonidan Bo'ston mahallasi bilan birgalikda diametri 100 mm lik ichimlik suv tarmog'idan diametri 40 mm lik ichimlik suv tarmog'i tortildi. Tumanimizning Tinchlik Mefi Nurchilar ko'chasi diametri 100 mm lik quvurdan Navruz ko'chasiga diametri 160 mm lik quvurdan 500 metr quvurlar o'rnatildi. Bobur ko'chasidagi oqova nasos stansiyasi, oqova suvlar to'planadigan hovuzning chekka qismlariga himoya to'siqlari, temir to'siqlar o'rnatildi. Navbahor lokal oqova suv tozalash inshootida nasos jihozlari joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Tuman hududida 5 ta suv tarqatish inshootimiz mavjud bo'lib, barchasida kamida zaxira nasoslarimiz 2 tadan mavjud. Maxsus avariya brigadamiz tayyor. Xo'sh, maxsus texnikalarimiz bor. Sig'imi 25 tonnalik bo'lgan suv texnikamiz ham mavjud. Qish mavsumini betalofat o'tkazishga filialimiz tomonidan zaruriy choralar ko'rilgan bo'lib, filialimiz avariya brigadasi va texnikalarimiz, zaxira materiallarimiz tayyor.